O'rtoqlar barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ilhomjon Ibrohimov va bugun bizni Scalp darsligimizning ikkinchi qismi bo'lib o'tadi. Va bugungi darsligimizda biz aynan o'sha Scalp savdo qilishimizda kerak bo'ladigan bir nechta botlar bilan tanishib chiqamiz. Ushbu botlarga havolani mana shu videoyimizni izohlarda qoldirib qo'yaman. Bemalol sizlar ham kirib foydalansanglar bo'ladi. Va aynan o'zim Scalp savdo qilayotganimda aynan mana shu botlardan foydalanaman va bugun sizlar bilan aynan shu botlarni filtrlab chiqamiz. Demak, birinchi botimiz bu Coin Sanar hisoblanadi. Coin Sanar boti juda ham foydali bot, chunki aynan mana shu bot bozorga qanchalik ob'yom, ya'ni hajm kirayotganini ko'rsatadi. Hajm bizani oddiy tilda nima degani? Ya'ni qanchalik ko'p savdo bo'layotganini ko'rsak bo'ladi. Bu bot o'zi ingliz tilida, lekin siz mana bu yerda o'sha перевод degan narsa bor. Shu orqali o'zbekcha yoki ruscha qilib olishingiz mumkin. Va har doim men Scalp savdo qilishimdan oldin yoki o'rta muddatga savdo qilishimdan oldin aynan mana shu botni kuzataman. Demak, o'rtoqlar, ko'rishimiz mumkin, bizda oxirgi signal cookie degan kriptovalutaga signal berilgan ekan. Va buni hozirgi narxi 0.0106 sentni tashkil qilar ekan. Va 24 soat ichida -8.7% ga pastga tushgan ekan. Va 5 minut ichida ushbu kriptovalyuta 1.9% ga ko'tarilibdi. Va hozir 5 daqiqa ichida $37.300 ga savdo bo'lgan. Va aynan mana shu savdoda buychilar, ya'ni sotib oluvchilar 57% ni tashkil qilgan, mana $21.200. Va shu bilan birgalikda aynan mana shu sotib olishlar bo'lganda ushbu kriptovalyutaning narxi +1.9% ga o'zgargan ekan. Va bu yerda aytilyaptiki, объем торгов за 24 часа deyapti, $510.000. Bu lekin o'rtoqlar sal kamroq, ya'ni kunli ob'yomga qaraydigan bo'lsak, ya'ni kunli savdolar bizda $1 million dan oshiqroq bo'lgani maqsadga muvofiq hisoblanadi. Endi uni yuqorisini qaraydigan bo'lsak, bizda red kriptovalutasiga signal berilgan, demak, narxi 24 soat ichida 23.7% ga ko'tarilgan ekan, 43 sekundda 1.1% ga o'zgargan ekan. Va oxirgi marta o'sha $92.600 savdo bo'lganda 43 sekund ichida botda sotuvchilar, ya'ni ko'proq sotgan ekan va shu bilan birga edi 1.1% ga ko'tarilgan ekan. Mana shu kriptovalyuta menga sal qiziqroq tuyuldi. Chunki undan oldin ham bu kriptovalutaga signal berilgan. Endi qaranglar. Botdacha aynan mana shunaqa ko'tarilib, tushib, endi ko'tarilayotganlariga mana shu bot orqali qiziqsak bo'ladi. Ya'ni bu bot ikki xil signal beradi. Ya'ni birinchisi bu mana bunaqa ko'tarilib, tushib, mana bunaqa narx yig'ilib keyin ko'tarilayotganiga signal berishi mumkin. Yoki umuman mana bu joydan, ya'ni pastdan ko'tarilayotganiga signal berishi mumkin. Yoki mana bunaqa ko'tarilib bo'lganiga ham signal berishi mumkin. Endi ko'radigan bo'lsak, bu yerda ushbu kriptoaktiv juda ham ko'tarilib bo'lgan va hozir yana qayta signal beryapti. Agar mana shunaqa maksimumda signal beradigan bo'lsa, bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki xohlagan payt narx pastga qarab tushib ketishi mumkin. Shuning uchun ham bizga qiziqroq qaysi bo'ladi? Mana bunaqa redga o'xshagan kriptovalutalar qiziqroq bo'ladi. Ya'ni narx ko'tarilgan, tushgan, mana bitta ozgina yig'ilish bo'lgan, keyinchalik ko'tarilyapti. Mana shunaqa kriptovalutalar o'rtoqlar bizga qiziqroq bo'ladi. Va bunaqa kriptovalutalarni analiz qilganimizda biz aynan mana shu pastdan tepaga qarab chiqayotganiga ilm olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, kelinglar sizlar bilan o'sha redni bitta grafik holatini ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanaqa holatda ekan. TradingView orqali kirdim red kriptovalyutasiga. Ko'rganimizdek, bir kunlik time frame bo'yicha demak narx yaxshigina ko'tarilgan. Lekin mana ko'rishimiz mumkin, narx bitta ko'tarilib tushib, hozir kichkinaroq time frame da ko'rishimiz kerak. Mana o'rtoqlar. Demak,
Bu yoqda narx bitta ko'tarilgan, tushgan, yana ozgina ko'tarildi va hozirgi vaqtda tushayotgan ekan. Endi bu yoqda keyinchalik o'sha kirish nuqtasini qidirib, keyin kirib savdo qilsanglar bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganimizdek mana bu yerda bitta qo'llab-quvvatlash zonasi bor. Narx aynan mana shu zonadan qaytishi mumkin. Mana bunday tarzda. Mana bunday tarzda qaytishi mumkin. Bu yerda kuchli zonamiz bor ekan, chunki narx 2 marta reaksiya olgan bu yerda va mana bu yerda. Endi o'rtoqlar, men bu kriptovalyutani birinchi o'rinda joiz yo nojoizligini ko'rishim kerak. Buning uchun menga yana bitta bot kerak bo'ladi. Buni nomi Crypto Islam. Mana yozamiz, bu ham chiqdi. Va ichiga kiramiz. Mana bu yerda qidirish tugmasi bor. O'sha yerdan o'zimizga kerak bo'lgan kriptovalyutani tikkerini, ya'ni qisqartmasini kiritamiz. Mana red deb yozdim. Mana o'rtoqlar, red chiqarib berdi. Bu demak bizda halol emas ekan. Ya'ni siz ob'yom ko'rdingiz, lekin u kriptovalyuta halol bo'lmasa, bu kriptovalyuta bilan savdo qilmaganimiz maqsadga muvofiq. Demak, keyingi botimiz bizani Crypto Attack degan bot. Bu ham juda ham foydali bot, sababi aynan bu yerda kriptovalyuta haqida so'nggi yangiliklarni ko'rsanglar bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, birinchi bo'lib har doim sanarga kirar ekanmiz, skalpda ishlayotganda. Mana bu yerdan o'sha yaxshi ob'yom yig'ayotgan kriptovalyutani topar ekanmiz. Undan keyin Crypto Islam botiga kirar ekanmiz va ushbu kriptovalyutani halol emasligini tekshirib ko'rar ekanmiz. Va tekshirganimizdan keyin agarda u halol bo'lsa, keyin grafik analiz qilib kiramiz o'rtoqlar. Shu bilan birga bot nima ko'rsatishdan qat'iy nazar, albatta o'zingiz ham grafik analiz qilib ko'ring, chunki bu biz uchun birinchi o'rinda. Lekin aynan mana shu botlar orqali siz o'zingizga qo'shimcha instrumentlardan foydalangan holatda bozorni tezroq analiz qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shu bilan birgalikda bizning qisqacha darsligimiz yakunlandi. Agarda ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying va ko'proq aynan mana shu kriptovalyuta bo'yicha signal olmoqchi bo'lsanglar, bemalol meni yopiq kanalimga a'zo bo'lsanglar bo'ladi. Uni ham men qoldirib qo'yaman mana shu videoni pastida. Xudo xolasa hammaga foydali bo'lgan bilimlarni o'rganishda davom etamiz. Bu skalp bo'yicha ikkinchi darsligimiz edi va sizni qiziqtirgan savollarni albatta mana shu videoni pastida izohlarda qoldiringlar. Barchaga omad.